Alloh sizni eslashini xohlaysizmi? Uni eslang. Alloh sizni nomingizni zikr qilishini xohlaysizmi? Uni zikr qiling. Alloh aytadi: "Fazkuruni azkurkum." Meni eslanglar, meni zikr qilinglar, men sizlarni eslayman. Xohlamaysizmi Alloh sizni nomingiz bilan falonchi o'g'li falonchi meni zikr qildi deb Alloh sizni zikr qilishini xohlamaysizmi? Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ga aytdilar: "Innalloha amarani an aqra'a alayka al-Qur'an." Alloh sizga Qur'on o'qib berishimni menga buyurdi dedilar. Buni eshitgan Ubay radhiyallohu anhu aytdilarki: "Allohu sammani lak." Alloh meni ismimni sizga aytdimi? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha dedilar. Fabaka Ubay va Ubay yig'ladi. Qanaqa yig'lamasin Ubay radhiyallohu anhu? Qanaqa yig'lamaslik mumkin? Sizni Alloh nomingiz bilan sizni eslab tursa, sizni zikr qilib tursa, bundan ortiq sharaf bormi? O'sha Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu butun hozirgi kundagi qorakalarimiz, ustozlarimizni Qur'ondan san'atlari Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ga boradi. Qorilar otasi Ubay ibn Ka'b. Shunaqa kishilar bor, yer yuzida mashhur, hamma taniydi ularni, lekin osmonlarda ularni hech kim tanimaydi. Va yana shunaqa kishilar bor, osmonlarda ular juda mashhur, lekin yerda ularni hech kim tanimaydi. Bu dunyodan ketadigan payt hammamiz aytadigan bitta gap bor. Buni bilasizmi? Alloh aytadi: "An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah." Har bir nafs aytadi, har bir jon aytadi: Allohning oldida o'tkazib yuborganlarimga hasratlar bo'lsin, nadomatlar bo'lsin deydi. Bu qanaqa og'ir hasrat, bir o'ylab ko'ring. Bu dunyodan ketyapmiz, o amal daftarimiz la'natlar bilan, gunohlar bilan to'lgan bo'lsa, bu nafs aytadi: hasratlar bo'lsin, o'tkazib yuborgan bekor umrimga, Allohning oldida yo'l qo'ygan kamchiliklarimga hasratlar bo'lsin, qaniydi bir rakat ko'proq namoz o'qiganimda edi. Hasratlar bo'lsin, qaniydi hijobimni o'raganimda. Hasratlar bo'lsin, qaniydi $1 ko'proq sadaqa berganimda. Hasratlar bo'lsin, qaniydi kredit olmaganimda. Hasratlar bo'lsin, qaniydi bir bet ko'proq Qur'on o'qiganimda. Deb butun amallarga, Alloh buyurgan va biz qilmagan butun amallarga hasratlar bo'lsin deydi. Lekin u hasratning foydasi bormi? Qon yig'lasak ham, million marta uzr aytsak ham endi foydasi yo'q. Orqaga yo'l yo'q. Bu qanaqa katta yo'qotish? Umrimiz nihoyasiga yetdi. Umrimiz tugadi. Endi qahhor bo'lgan, yagona bo'lgan Allohning oldiga hisob bergani boramiz. Hamma narsa tugaydi. Tugadi endi. Amal daftarimiz yopildi. Shu o'qigan oxirgi namozimiz asr yoki shom, shu oxirgi namoz bo'ldi. Endi qayta namoz o'qiy olmaymiz. Biz bu kunni uzoq deb o'ylaymiz. Lekin bu juda ham yaqin bu. Balki bugun, balki ertaga. Alloh biladi. Alloh yaratsa haqiqatan san'at darajasida yaratadi va puxta yaratadi. Sun'allohillazi atqana kulla shay. Bu har bir narsani puxta qiladigan Allohning san'atidir. Alloh yaratgan narsalarga qarang, osmonlarga qarang, o'rmonlarga, tog'larga, dengizlarga, Alloh yaratgan go'zalliklarni qarang. Kim bunaqa yaratishi mumkin? Bir rassom bir rasm chizsa, falon pul turadi va hamma hayron qoladi. Lekin Alloh chizib qo'ygan rasmchi dunyoga. Allohdan go'zalroq birontasi yarata oladimi, puxtaroq? Bir tafakkur qilib ko'ring bu oyat. Insonlar yaratgan har qanaqa narsa buziladi, eskiradi. Inson bir narsani yaratsa, boshqa narsalarga ehtiyoji bo'ladi. Misol uchun qalam deylik, qog'oz deylik. Hech qachon o'zidan o'zi bir narsani yo'qdan bor qilib yarata olmaydi. Lekin Alloh yaratgan narsalarchi. Hech quyoshni buzilib qolganini yoki kechani kelmay qolganini ko'rganmisiz? Eskirib qolganini. Necha ming yil bo'ldi Alloh bu dunyoni yaratganiga. Biron narsasi eskirib qolmagan. O'zimizga qaraylik. O'zimizni insonni Alloh qanaqa yaratganini qaraylik. Yuragimizni urib turishini, nafas olishimizni, hujayralarimizni, ta'm sezishimizni, u hazm bo'lishini, ovqatlarni, bularning hammasi Allohning puxta yaratganiga dalolat qiladi. Ha, biz shunaqa qudratli bo'lgan Robbning bandalarimiz. Hozirgi kunda ko'plab odamlarda qo'rquv bor. Tabiiy qo'rquv emas. Insonda tabiiy qo'rquv bo'ladi. Bu boshqa qo'rquv. Shayton unga olib keladigan vasvasalardan, xayollardan qo'rqadi. Unaqa bo'larmikin, bunaqa bo'larmikin deb kelajagidan qo'rqadi. Agar shunaqa holat bo'lib turgan bo'lsa, bu oyatni qayta o'qiylik. Alloh aytadi: "Innama zalikumush shaytonu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Albatta bunday bo'lishingiz shaytondandir. U o'z yaqinlaridan qo'rqtur. Bas agar mu'min bo'lsangiz, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Foyda ham, zarar ham Allohning qo'lida-ku. Biz Allohga tavakkal qilishimiz kerak. Boshimizga keladigan musibat ham, yaxshilik ham Allohning qo'lida. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan kelgan hadisda, o'sha mashhur hadis ihfazilloha yahfazka hadisi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbosga dedilarki: "Law ijtama'atil umma ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak." Agar butun insoniyat, butun ummat sizga bir narsada manfaat berish uchun, foyda berish uchun yig'ilsalar, Alloh yozganidagina foyda beradilar. Agar butun insoniyat sizga bir narsada zarar berish uchun to'plansalar, Alloh yozib qo'ygan narsadagina sizga zarar beradilar. Hamma narsa Allohning qadari bilan. Shuning uchun biz Allohdangina qo'rqishligimiz kerak va Allohdan boshqa hech narsadan qo'rqmasligimiz kerak. Bilasizmi bu qanaqa kitob? Bu Allohning sizga maktubi. Ha, aynan sizga maktubi. Tasavvur qilib ko'ring, uyingizda eski sandiq ichida bir xat topib oldingiz. Yillar oldin vafot etgan otangizni sizga vasiyatini. Qanaqa o'qiysiz uni? Yoki Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhudan sizga, sizning nomingizga xat keldi. Yoki Muhammad ibn Abdulloh, Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan sizga falonchi o'g'li falonchiga degan bir maktub keldi. Qanaqa o'qiysiz uni? Aziz bo'lgan Robdan banda falonchi o'g'li falonchiga deb sizga kitob nozil qildi Alloh. Bu kitobni o'qiyotganimizda Alloh menga xitob qilyapti, menga gapiryapti degan shuur bilan nimaga o'qimaymiz? Alloh bu kitobni nozil qilishda farishtalarni eng afzalini tanladi va inson bolasini eng afzali va sayyidi Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bu kitobni bizga yetkazishlari uchun elchi qilib tanladi. Bu kitobda bizni zikrimiz bor. Alloh biz haqimizda bayon qilgan bu kitobda. Qanaqa qilib paydo bo'lganimizdan nima uchun yaratilganimizgacha, qanaqa yashashligimiz kerakligidan o'limdan keyin nima bo'lishigacha hamma narsa bor. Alloh aytadi: "Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum afala taqilun." Va tahqiq biz sizga kitob nozil qildik. Unda sizni zikringiz bor. Aql yuritmaysizlarmi? Bu kitob faqat janoza va to'ylarda o'qiladigan kitob emas. Bu kitob bizni bor u yo'g'imiz, sharafimiz, izzatimiz, qanaqa yashashimizni o'rgatadigan kitob. Robbimizning risolasi bu. Hech hayotingizda qo'lingizga varoq olib, Allohning sizga bergan ne'matlarini yozib ko'rganmisiz? Misol uchun oddiy o'tirishimiz. Qanaqa ne'mat? Qanchadan qancha insonlar bor, o'tira olmaydi. Yoki oddiy tishimiz og'rimaguncha buni ne'matligini biz bilmaymiz. Hech sog' odamni tishlari og'rimayotgan paytda Allohim tishlarimni sog' qilganingga shukrlar bo'lsin deganini ko'rganmisiz? Tishimiz og'risa o'tira olmaymiz, tura olmaymiz. Ovqat yeyolmaymiz, suv icha olmaymiz. Shu tishimiz og'risa Allohni bu qanaqa katta ne'matda yashayotganimizni shu tishimiz og'riganda bilamiz. Alloh aytadi: "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yeta olmaysiz. Allohga qasamki, sanog'iga yeta olmaymiz. O'zingizda sanab ko'ring, sanog'iga yeta olarmikansiz? Va Allohning bizga bergan eng buyuk, eng katta ne'mati bu qalbimizdagi iymon, islom ne'matidir. Allohim bizga islom ne'matini bergani uchun Allohga shukrlar bo'lsin. Bir kishi so'radi: "Men kredit olib turaman, ribo olishimga to'g'ri kelib qoldi" dedi. "Men ribo olib turaman demen. Men Alloh va Rasuli urush e'lon qilgan kishiman" deng. Rozimisiz? Alloh va Rasuli bilan bo'ladigan jangga tayyormisiz? Urush boshlandi endi. Alloh va Rasuli sizga urush e'lon qilganini bilgandan keyin xotirjam yasha olaysizmi? Qarshingizda kimligini bir o'ylab ko'ring. Alloh aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallohi va rasulih." Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar. Allohdan qo'rqinglar. Agar mu'min bo'lsangiz, riboni qoldig'ini ham tashlanglar. Agar undoq qilmasanglar, Alloh va Rasuli tarafidan bo'ladigan urushga ishonavering. Ribo oluvchi kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taraflaridan la'natlangan va olgan kreditimiz bilan biz boy bo'lib qolmaymiz. Alloh riboni o'chirishligini, kamaytirishligini va'dasini bergan. Yamhaqullohu riba degan. Ribo olgan kishini hech biri ikki bo'lganini ko'rganmisiz? Kim olgan bo'lsa, aksariyat xor bo'lgan. Va bu riboni asorati faqat o'zimizga tegmaydi. Oilamizga, farzandlarimizga, zurriyotlarimizga tegadi. Va yana bir narsa, riboga chaqiruvchi, reklama qiluvchi, vayn olib buni hazilga oluvchilar, Allohdan qo'rqinglar. Nimaga chaqirayotganinglarni, qanaqa urushga chaqirayotganinglarni bir qarab qo'yinglar. Ertangi kunga nima tayyorladingiz? Alloh aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloh val tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar va har bir nafs ertangi kun uchun nima tayyorlaganiga bir qarab qo'ysin, bir boqsin. Alloh ertangi kun deb nomladi, qiyomat kuni. Shu darajada yaqinligidan erta deb nomladi. Hech o'ylab ko'rganmizmi o'sha dahshatli kunga, ulul azm payg'ambarlar qo'rqadigan kunga nima tayyorladim?
deb hech o'ylab ko'rganmizmi? Misol uchun, agar ertaga siz uchun muhim bir kun bo'lsa yoki bir oydan keyin to'yingiz bo'lsa, o'sha to'yga tayyorgarlik ko'rasizmi? Kiyadigan kiyimingizdan mayda-chuda narsalarigacha hamma narsaga tayyorgarlik ko'rasiz. Endi ertaga bo'lishi aniq bo'lgan Allohning oldida turiladigan kunga nimaga tayyorgarlik ko'rmaymiz? Yo biz nazdimizda tayyorgarlik ko'rishga arzimaydigan kunmi? U kunda bizga boyligimiz ham, nasabimiz ham, obro'yimiz ham hech narsa yordam bermaydi. Ertangi kunga, Allohning oldida turadigan kunga, qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'raylik. Alloh hammamizni o'sha kunda holimizni oson qilsin. Hammamiz o'zimizni mu'min deymiz, to'g'rimi? Kim u mu'min? Haqiqiy mu'min qanaqa bo'ladi? Keling, Alloh subhanahu va taolo mu'minni qanaqa sifatlaganini eshitib ko'ramiz va o'zimizni Alloh qo'ygan me'yorga solib ko'ramiz. Alloh aytadi: "Estaizu billah, innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا." Alloh aytadi: albatta mu'minlar, ular Alloh zikr qilinsa qalblari titraguvchi va uning oyatlari tilovat qilinsa iymonlarini ziyoda qiluvchi va Roblariga tavakkul qiluvchilardir. Ular namozlarini to'la to'kis ado etadilar va biz ularga rizq qilib bergan narsadan infoq qiladiganlardir. Ana o'shalar haqiqiy mu'minlardir. Ushbu sifatlarni qaysi biri bizda bor? Alloh eslansa, Alloh zikr qilinsa qalblarimiz titrayaptimi? Yoki Qur'on oyatlari tilovat qilinsa iymonimiz ziyoda bo'lyaptimi? Qaysi biri bor? Yo namozni to'la to'kis ado qilganmizmi? Yoki Alloh bizga rizq qilib bergan mollardan infoq qilganmizmi? Va yana bir muhim narsa, mu'minlar birinchi o'rinda Allohga, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga va qadarni yaxshisi yu yomoni Allohdan ekanligiga iymon keltirgan kishilardir.